Ko'krak saratoni. Bu hozirgi kunda dolzarb masala, lekin afsuski bu haqda juda kam gapirilar edi oldin. 2022-yilda biz Arashan jamoasi bilan birgalikda shu kasallikda chuqurroq o'rganish boshlaganimizda biz shuni aniqladikki, O'zbekistonda har 5-ayol kishi xavf ostida. Shunda 22-yilda men ikkinchi Ironman'ni qilishim kerak edi. Gamburg shahrida. Shunda men odamlarni mana shu mavzuga e'tiborini qaratish uchun ikkinchi Ironman'imni aynan shu mavzuga bag'ishlab, ingliz tilida biz birgalikda ko'krak saratoni beziga kurashamiz deb shunaqa bayroq bilan finish qilganman. Shunda jamoamiz bilan oldimizga shunaqa missiya qo'ydikki, nima dunyoda innovatsion yechim bor. Shunda biz Yevropa davlatlarida bir innovatsion qo'lqop bilan tanishdik. Bu qo'lqop mana bu ko'rinishda, mana shu innovatsion yechimni biz O'zbekistonga olib keldik. Bu bir martalik emas, bu ko'p marta ishlatish mumkin. Biz hammamiz bilamiz, ko'krak saratoni bezi bo'lganda bu maydakkina bezdan boshlanadi. Bezni bir bug'doy boshog'idek kichkina o'zgarishni mana shu innovatsion perchatka orqali aniqlash mumkin. Agar mana shu boshlang'ich davrida ayollarimiz o'zlarini tekshirib, agar qanaqadir o'zgarish sezsalar, shifokorga murojaat qilsalar, ya'ni mana shu katta muammoni oldini olgan bo'lamiz. Shuning uchun mana shu Ironman'ni ko'krak saratoniga qarshi kurashishga bag'ishlaganimdan keyin mana shuni ketidan mana shunaqa innovatsion mahsulot tug'ildi.